Hayotimni tubdan o'zgarishiga sabab bo'lgan o'sha kunni hech qachon unutolmayman. Maktabda hamma o'qituvchilar otpuskaga chiqib ketgan va yil o'rtasida ishga kirganim uchun men otpuska kunim hali yetib kelmagan edi va eshigim taqilladi. Xonamga mana Fabeli kompaniyasiga o'sha ustozim bo'lgan inson kirib keldilar va qo'llarida katalog va men srazi angladim, hozir bular menga nimadir taklif qiladilar. Men darrov o'yladim, что meni hozir hech qanaqangi pulim yo'q u mahsulot olishga va men hozir nima desa ham branjilet kiyaman va ularga srazi yo'q degan javobni beraman. Hech qanaqa mahsulot olish menda imkoniyatim yo'qligini aytaman dedim va u ayol shunaqangi kuchli inson ekan, shu insonga men har doim minnatdorchilik bildirishim kerak, sababi mendagi kuchli, matonatli, ana yo'q deyman deb turgan insonni birpas o'zida yig'lashimga sabab bo'ldi va birpasda qalbim yumshab, ularni eshitishga nima deydi, jasorat topa oldilar. Va men ularni o'sha oilaviy sharoitimni hozirgi kunda hech qanaqangi o'sha mahsulotlar olishga yoki o'zim uchun nimadir ajrata olmasligim aniq sababi katta qarzimiz borligi, uy qarzini tez-tez qutulmasak, nima deydi, bolalarimga ham hech narsa sharoit yaratib bera olmayotganimni aytganimdan keyin ular menga ozgina motivatsiya berdilar. Turmush o'rtog'ingiz ishlari zo'r bo'lib ketishi uchun siz o'zingiz chiroyli bo'lishingiz kerak, go'zal bo'lishingiz kerak. Agar siz faqat qarz haqida o'ylayveradigan bo'lsangiz, hech qachon ularga motivatsiya ham bera olmaysiz. Hech qachon siz bu situatsiyadan chiqib keta olmaysiz. Hech qachon sizda muammo yopilmaydi. Muammo ketidan muammo ulanaveradi deb ular menga shunaqa motivatsiya berdilar va men o'sha vaqtda